Gruntlar mexanikasi zamin va poydevorlar fanidan 6 amaliy mashg'ulot poydevorlarni ag'darishga bo'lgan turg'unligini tekshirish. Biz poydevorlarni hisob-kitob qilish davomida 3 ta shart qanoatlantirgandan keyin, demak, ag'darilishga, siljishga, cho'kish miqdoriga tekshirib ko'rishimiz kerak bo'ladi. Bunda katta miqdorda gorizontal yuklar yoki momentlar ta'sirida bo'lgan nomarkaziy yuklangan poydevorlarning ustuvorligini, ag'darilishga va siljishga ustuvorlik tekshirish ahamiyat kasb etadi. Loyihalanayotgan inshoot poydevorini ag'darish ag'darishga bo'lgan turg'unligini uning K qirrasiga nisbatan tekshirish orqali aniqlanadi. Bunda K qirraga nisbatan ag'darishdan saqlovchi va ag'daruvchi kuchlardan momentlar olinadi. Poydevorning turg'unligini hisoblashda ikkinchi guruhga mansub chegara holatlar usulidan foydalaniladi. Ya'ni hisoblash vaqtida tayanchning suv ostidagi qismiga, poydevorga va poydevor pog'onasi ustidagi gruntga suvning ko'taruvchi ta'sir kuchini e'tiborga olish lozim. Hisoblash eng noqulay sharoit uchun amalga oshiriladi. Shuning uchun poydevorni ag'darilishga va siljishga bo'lgan turg'unligini tekshirishda daryodagi suvning toshqin vaqtidagi sathi e'tiborga olinadi. Hisobiy sxema tuzilgandan so'ng, demak, inshootni ag'darishga bo'lgan turg'unligini hisoblovchi koeffitsient hisoblab topiladi va qurilish me'yorlarida yo'l qo'yiladigan eng kichik miqdori bilan katta bo'lishi ta'minlanadi. Ya'ni quyidagi formula orqali, demak, bu joyda gamma S ish sharoiti koeffitsiyenti summa K nuqtaga nisbatan saqlovchi kuchlardan olingan momentlar yig'indisi, demak, summa K ag'daruvchi, ya'ni ag'daruvchi kuchlardan olingan momentlar yig'indisi hisoblab topilib, ularning nisbatlari aniqlanadi va ag'darish qiymatining eng kichkina miqdoridan katta yoki teng bo'lishi tekshirib ko'riladi. Bu yerda, demak, barcha hozir yuqorida aytib o'tganimizdek, demak, qiymatlari keltirilgan. Endilikda K nuqtaga nisbatan saqlovchi kuchlardan moment qabul qilamiz. Bunda, demak, hisobiy poydevorni ag'darilishga va siljishga bo'lgan turg'unlikni tekshirishga doir hisobiy sxemadan biz saqlovchi kuchlardan moment olamiz. Bunda, demak, barcha vertikal kuchlar saqlovchi kuchlar sifatida qabul qilinadi va, demak, ulardan moment olishimiz kerak bo'ladi. K nuqta belgilashimizning asosiy maqsadi poydevorimizning eng katta bosimi tushadigan joyda eng kichik quyi qismini K nuqtada belgilaganmiz va shunga nisbatan moment olishimiz mumkin bo'ladi. Quyidagi ifodadan ko'rib turibmizki, F nomarkaziy, ya'ni tayanchga qo'yilgan vertikal kuch miqdori. Bunda, demak, b taqsim 2 minus s t uni yelkasi bo'lyapti. Gamma s ishonchlilik koeffitsiyenti. Demak, barcha qolgan vertikal kuchlar poydevor o'qiga tushayotganligi uchun, yelkasi bir bo'lganligi uchun bitta qilib umumiy qabul qilingan holatda amalga oshirilyapti. Undan keyin, demak, K nuqtaga nisbatan ag'daruvchi kuchlardan olingan momentlar yig'indisi topilyapti. Bunda ag'daruvchi kuch sifatida gorizontal kuch, ya'ni P kuch qabul qilingan. Bunda yelka inshoot tayanchini balandligi bilan poydevorning minimal chuqurligi yig'indisiga teng bo'lmoqda. Gamma F yuklama bo'yicha ishonchlilik koeffitsiyenti. Bunda gamma F 1 shtrix 0.9 ga, gamma F 2 shtrix 1.2 ga teng deb qabul qilingan. Bundan ko'rinadiki, F deganda inshoot tayanchiga qo'yilgan vertikal kuch hisoblangan. F 1 shtrix inshoot tayanchining suvdan yuqorida joylashgan qismini ta'sir etuvchi og'irlik kuchi hisoblanadi. Bunda, demak, inshoot tayanchining suv sathidan yuqorida turgan qismini og'irligi inobatga olinishi kerak. F2 shtrixda, demak, inshoot tayanchining suv ostidagi qismini og'irligi hisoblab topilgan va quyidagi ifoda bilan amalga oshirish mumkin bo'ladi. Bundan tashqari inshoot poydevorining og'irlik kuchi bo'lib,
quyidagicha aniqlanadi. Bunda demak suvni ko'taruvchi kuchi ta'sir ostidaligi inobatga olgan holatda aniqlanishi lozim bo'ladi. Bundan tashqari poydevor pog'onalar ustida joylashgan gruntni og'irlik kuchi hisoblanadi. Bunda ham demak suvni ko'taruvchi kuchi inobatga olinishi kerak bo'ladi. Ishorat koeffitsentlari qiymatlari demak grunt turiga qarab demak bu qiymatlarni qabul qilishimiz mumkin bo'ladi. Shunday qilib barcha vertikal kuchlar yig'indisi aniqlab topilib, undan keyin ag'darilish koeffitsiyenti topiladi. Ag'darilish koeffitsiyenti hisob kitobi amalga oshirib minimum qiymatidan katta bo'lgan holatda keyingi ya'ni siljish ga tekshirish imkoniyati yaratib beriladi.